Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Qanaqa adash? Yaxshi, qanday Qanday ish, bajaqlar tinchlikmi? Ha, xush kelibsizlar. Rahmat. Ha, qani, marhamat. Ha, qani to'rga o'tinglar. Ha. Qani endi sozni sozlab olmaymizmi? Sazab olaylik qani. Ha. Assalomu alaykum. Va Oy, alaykum mas assalom. hazanda mayadigan qo'y mizg'ilibdi. Va, ahvollar qanday? Yaxshi madaqlar, ey. Va, mana qara, mana qara. Yaxshi joyinsizlar jumo. Va, nima degan mana Qanaqa bor. adash? Qanaqa ishchi? Bajaqlar. Assalomu alaykum. O, qanday vallahi yaxshi madaqlar. Qani? Ha, mana hammamiz yig'ilibmiz mashaga. Ha, qani? Assalomu alaykum. Qanaqa adash? Assalomu alaykum o'tuz o'g'li. Alaykum assalom. Qanday Yaxshi, Yaxshilar, yaxshimi? Va, mana qara, qanday degani ham. Xeyir bo'ldi ko'rishmagan adash. Xeyir ko'rdi. Va, mana qaramazda bog' bo'ston uchishyapti. Qanaqa adash? Yaxshi, bular shukr degan bilan yaxshi. Marhamat. Qani, marhamat, ha. Qani, o'tiraylik. Yo'riklar, olma-yo'riklar, chechaklar. Qani, o'tiringlar. Qani, marhamat, o'tiraylik, ha. Qo'sha. Ularimizni qani duga qilaylik, ha. Amin. Amin. Salomat. Ha. Viloyatimiz. Amin. Allohu akbar. Assalomu alaykum. So'z hukmi san'at shaydolari. Mana bugun xalqimizga to'nilgan kompozitor, naqshchi va 2-chi Uyg'ur xalq talantlari festivalining laureati ham diplomati og'inimiz Sheribjon Setpakiyevniki o'z ijodidan yozilgan naqsha ahonglarini diqqatingizga havola qilyapmiz. Yurgida o'ti bor, ovozida mungi bor. Ağaynimizdeki nakşlarını anlap huzurlangaysizlar. Qizg'arat juti nomidan ve Medeniyet Merkezi nomidan kelajakda cho'ng utuqlarga yetishingga tilakdoshmiz. Shu naqsh boshliqqa bir chaqchaq qilib olaylik.